Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilar, yaxshimisizlar? Bugungi dollar va rubl kurslarini ko'rib o'tamiz. 5 fevral tungi soat 2lar atrofi Amurskiy vaqti bilan 100 dollarimiz 7641 rublga tushib qoldi. 1000 dollarni ko'radigan bo'lsak, 76420 rublga 1000 dollarni ko'rsatyapti. Rossiyadan turib O'zbekistonga dollar jo'natish narxlarini ham ko'rib o'tamiz. Ko'pchilik bilgan Zolotoy Koronada Hop, Zolotoy Koronada 1000 dollarimiz 80.000 rublni ko'rsatyapti. Zolotoy Koronada ozgina qimmatroq, bundan ham arzonlari bor, ularni ham ko'rib o'tamiz. Yana bir приложение Mir Privilegiy, ko'pchilik biladi. Bunda ham 1000 dollarni hisoblab ko'ryapman. 1000 dollarimiz 79.310 rublni ko'rsatyapti. Bundan ham arzonlari bormi deganlar uchun yana ko'rib o'tamiz. Yana bir приложениemiz bu yerda 1000 dollarimiz 79.461 rublni ko'rsatyapti. Va eng arzoni mana bu приложениеda 1000 dollarni ko'rsatyapti. 78.661 rublga Rossiyadan turib O'zbekistonga 1000 dollar jo'natishingiz mumkin. Ko'pchilikda savol tug'ilyapti, Rossiyada dollar kursi yana arzonlaydimi deganlar uchun grafik bo'yicha ko'rib o'tamiz. Grafik bo'yicha ko'radigan bo'lsak, dollar kursi kichkina raqamlarda ozgina ko'tarilish va ozgina tushishlar kuzatilyapti. Ekspertlar xulosasiga ko'ra dollarning narxi yana ham arzonlash ehtimollari bor. Bunga sabab oltinni misol qilishimiz mumkin. Oltinning narxi ko'tarilgan sari dollarning narxi tushib boryapti. Bu butun dunyoda shu holat kuzatilyapti. Oltinning narxi dollarda ham, so'mda ham, rublda ham qimmatlab boryapti. O'shaning hisobiga dollarning tushishi mumkin deya olamiz.